Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, mushotlarga xayrli bo'lsin. Biz bugungi darsimizda alayda bo'lgan bir ishni ko'rib chiqamiz, o'rganib chiqamiz. Masalan, normal hayotimizda, normal kundalik faoliyatlarimizda balkim naq maydon tarqatish va yoki shunga o'xshash ishlar bo'lib qolishi mumkin. Bu vaqtda o'zimizdan elib yuradigan normal kameralarimizni bevosita kompyuterga bog'lash orqali kameradagi ko'rinishni bevosita kompyuterga qilish va kompyuterdan boshqa yerga ulab taqtish ehtiyoji bo'lib qoladi. Bu vaqtda masalan naq maydon tarqatish yumshoq detallardan masalan OBS Studio va VRCastga o'xshash yumshoq detallar orqali kameradagi ko'rinishni kompyuterdagi ko'rinishni shu yumshoq detallar orqali boshqa torlarga yoki sotsial medialarga yoki ijtimoiy aloqa vositalariga chiqarishga bo'ladi. Biz bugungi darsimizda dal shu kameradagi ko'rinishni kompyuterga naqma-naq elishni, naqma-naq ko'rishni ko'rib o'tamiz. Balkim hamma kameralarda bo'lmasligi mumkin. Bugungi darsimizda biz ishlatgan kamera Sony'ninki Alpha 6300 tipli kamera bo'ldi. Biz buni oldi bilan tunji qadamda ko'rayotganinglardek kameraninki tangshaklaridan PC Remote degan tanlanmani tanlagandan keyin ko'rayotganinglardek kameraninki sol tarafida yoki ma'lum bir tarafida kirishi bo'ldi. Ash kirishiga ashni kirgizamiz. Kirgizgandan keyin yana bir tarafi USB bo'lgan, ya'ni normal kundalik turmushimizda bildigan USB simni kompyuterga ulaymiz. Ulab bo'lgandan keyin kameralarimizni connecting, ya'ni bog'lanyotdi yoki ulanayotdi degandek bir askarish chiqdi. Undan keyin biz Google'ga kameralarımızın tipi Sony bo'lganligi uchun Sony Viewer deb yozgandan keyin birinchi ulanmani ochamiz. Ochgandan keyin qarasanglar Imaging Age Desktop degan shu yumshoq detalni kompyuterga qachilaymiz. Hamda men ishlatayotgan supa Windows supsi bo'lganligi uchun Windowsni bosaman. Ko'rayotganinglardek dasturda tushirdi. Bu tushirish yumshoq detalni men oldingi darslarimizda so'zlab o'tgan shu shaklda ko'rib olsanglar bo'ldi. Masalan, qaraydigan bo'lsak, shu maxsus tushirish yordamchisi Free Download Manager mushuni tushirish orqali qachilab bo'lgandan keyin bu shaklda buni tushirsanglar yoki boshqa narsa tushirsanglar tez suratda tushadi. Qo'shnas mana tushirib bo'pti. Undan so'ng qachilaylar qo'shib ochamiz. Ochgandan keyin tilni tanlaymiz. Men ingliz tilini tanladim. Keyin qadam qo'shilamiz, keyin qadam, yana qo'shilamiz, keyin qadam. Qachilgan o'rinni tanlaymiz. Men bu yerga qachilaverma, keyin qadam qachilaymiz, qo'shilamiz va qachilinib oldi. Qaraydigan bo'lsanglar, bu yerda Remote Viewer Edit deb narsalar bor. Bularni tushiramiz. Bu yerda tushirgandan keyin, buni bosgandan keyin nega tushirsiz dedi. Men yana desktop dedim. Hozir ko'rayotganinglardek tushiryapti-da. Menga qaraydigan bo'lsanglar 6 MB va 4 MB, 5 MB tushyapti. Bu torninki qanday tushayotganligini ko'rmoqchi bo'lsanglar, yana YouTube kanaliga kirib, mana kompyuteringizda qancha to'g'ri ishlatasiz deganni qachilab bo'yicha ko'rib olsanglar bo'ldi. Yana til tanladik. Keyin qadam qo'shilamiz, keyin qadam yana qo'shildik, keyin qadam qachilaymiz. Qarasanglar mana shaklda chiqdi. Men qo'shilma oxirlashtiramiz. Shuning bilan buning o'zi viewer, ya'ni kameradagi yoki kompyuterdagi rasmlarni ko'rsatadi. Bu Adobe Bridge'ga o'xshaydi. Hamda qaraydigan bo'lsanglar, ekranga qarasanglar 3 tane Edit Remote Viewer deb bir narsa ko'rinyapti-da. Hamda biz mani juvasak-mi bo'ldi. Qanday yuyimiz? Control Panelga kirib, bu yerdan buni bosib juvasak-mi bo'ldi-da. Mana biz uchun tushirib olganligimiz uchun uni yuvatdik.
va yoki men mushuning o'zininki tushirish adresini mazkur videoning ostiga ta'minlayman. Shu yerdan bevosita tushirib qo'ysanlarmi bo'ladi va yoki Sony'ninki bosh betidan qo'ysanlarmi bo'ladi. Qarasanglar mana ko'rayotganingizdek bu şekilde tahrirlash hammani qila olamiz. Qolgan tafsilotlarni shu adresni men mazkur videoning ostiga qo'yib qo'yman. Izohat qismidan ko'rib olsanglar bo'ldi. Undan so'ng men kamerani bog'lab qo'ygan, abay ko'rganingizdek. Qaraydigan bo'lsanglar, hamda mana bu uchi qachilib bo'ldi. Hamda men remote ni ochdim. Qo'sh chekib ochgandan keyin bu yerda qaysi xil tipki kameraning bog'langanligi, model name deganga o'xshash ismi va bog'lanish tipi USB shaklda, ulanish tipi USB shaklda ko'rinyapti. Men qo'sh chekib ochgandan keyin qarasanglar mana kameraninki hozirgi naq maydon ko'rinishini bu shaklda ola olamiz. Mayadagi mau tangshaklarini va mayadagi tangshaklarini mana bevosita bu yerdan o'zgartiramiz va bevosita shuning o'zidan ham buyruq bera olamiz degan gap. Mana bilsanglar, mana shaklda ko'rinadi. Mana bosgandan keyin mana shaklda naq maydon ko'ra olasizlar degan gap. Masalan, kameraning o'zida bir parcha rasm tortib qo'yaylik. Tortildi. Qarasanglar, viewer deganda avtomatik mana rasmlari chiqdi. Mana ko'rdingizmi? Bu şekilde yıkılıtıp görelim gibi. Hem de edit qilib qaragan bo'lsanglar, menga saqlanganligini ko'rsatadi mana. Hamda men file open ve resimle girip qarasanglar, bu resimning o'zini ham meyadan mana tangshaklarini tanishlaymiz degan gap. Hammasi bu şekilde. Edit Remote Viewer shu yumshoq detalni tez suratda ko'rib chiqqan bo'ldik. Agar boshqa tipdagi kamera ishlatgan bo'lib qolsanglar, kameralaringlarningki tipini qoldirib qo'ysanglar, biz shu vaqtda izlanib sizlarga munosabatli ulanmalar yoki munosabatli darslarni sizlarga avatib beramiz. Undan so'ng darsimiz mushachi bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlarning foydalanish uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qonunimizga ergashishlar birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.